Meni ismim Bahodir. Ancha yildan beri kafil sohasida ishlayman. Ijtimoiy tarmoqlarni yaqinda kuzatishni boshladim. Ijtimoiy tarmoqlarda ayrim hamkasblarimiz har xil videolar chiqishayotgan ekan. Har xil ish etaplarini har xil hisob-kitob qilishayotgan ekan. Men shuni hozirlarga qanaqa to'g'ri hisob-kitob qilishni hozir o'rgataman. Ya'ni xonamizda 2 ga 3 bo'ladigan bo'lsa, demak aylanasiga 10 metr bo'ladi. Balandligi 3 metr bo'ladigan bo'lsa, bu degani 30 kvadrat bo'ladi. O'sha ustida o'sha 30 kvadratiga pul olish kerak. Ya'ni nima demoqchiman? Eshigimizni hech qanaqasiga kvadratdan chiqazmaymiz, gulohi hisoblaymiz. Ijtimoiy tarmoqlarda men nimaga buni aytayapman? 100 tomoniga ham hisoblashyapti. Eshik arkosini ichiga ham hisoblashyapti. To'g'ri, men saqlasin bo'laman. Nimaga? Agar menga 45 gradus qilsanglar, buni ham gapirib o'tmoqchiman. Ayrim ustalarimiz bir tomoniga alohida, ikki tomoniga alohida hisoblashayotgan ekan. Ya'ni eshiklarimizni ham mana bunaqa joylarida polni pagodometr urishayotgan ustalar. Bu noto'g'ri narsa. Yana ayrim videolarni ko'rdim. Mana bunaqa teshiklarga ham alohida pul olishayotgan ekan. Doimsol, sen kafilsan-ku, bu teshik sen tesh bermasa, kim tesh beradi? Izolyatsiyaga ham pul oladimi? Bu bizning kasbimiz-ku, biz qilishimiz kerak bo'lgan ishki, ishimizni etab urganlar-ku bu. Hurmatli usta kelar. Halol hisoblaydi. Bu har bitta mana o'tgan narsalar, ham tesh berayotgan teshiginglar, akkosni bir tomonlama, ikki tomonlama hisoblayotganinglar, bu noto'g'ri hisob-kitob. Bu klient haqqiga xiyonat. Da, men saqlasing bo'laman. Mana bunaqa pulga yasasanglar. Chunki bu alohida mehnat, alohida mehr, alohida vaqt talab qiladi. Mana bunaqa dushoy paddollar yasasanglar, men saqlasing bo'laman. Chunki bu alohida mehnat beradi. Usta kelar, bizning ustozlarimiz qanaqa ishlashgan? Shogirdlik paytinglarni eslaysizlarmi? Nimalarda ishlaganmiz? Hozir zamon rivojlanib ketdi. Har bitta instrumentimiz, o'sha qo'l mehnatimizga kamayib ketyapti. Hamma narsani, ya'ni 70% narsani instrument qilib beryapti. Oldingi ustozlarimizni eslaysizlarmi? Qo'liga bitta amber, ego, molotok bo'lgan faqat, bolg'a bo'lgan. Rezinka molotokka ham kauchukdan qo'yib o'ziga yasab olishardi. Eslaysizlarmi shuni o'g'irlarni? Yosh katta ustalarimiz bilishadi. Halol ishlaydi. Kelinglar, ustalar unaqa ish qilmaydi-da, undan ko'ra kafillar narxini ko'taraylik ozgina. Qoplasin. Lekin halol qilaylik, okey?